Farg'ona shahar so'lim ko'chalaridan biri bo'lgan Kalinskiy massив. Shundoqqina Bayram marketining ro'parasida, shunday chiqsak, Bayram marketi ro'parasida 4 qavatli kirpichli domning 4-qavatida 2 xona, 3 xona qilingan ajoyib remontdagi kvartiramiz sotuvga qo'yilmoqda. Kvartiramiz bu dvor qismi osoyishta, salqin, sokin hududda joylashgan. Kvartiramizni kirib, sizlar bilan obzorini ko'rib chiqamiz hozir. Birgalikda tanishib chiqamiz kvartiramiz bilan. Uyimizni ichkari qismiga ham kirib oldik. Tanishib chiqamiz sizlarni. Bu tomonda mana uyimizni kirish qismi, prexoshka. Va bu tomonda mana kladovka qilib qo'yishgan bu yerda. Juda chiroyli yechim qilishgan. Kladovkaga juda chiroyli dizayn qilib. Va bu tomonda mana kirganimizda chap tomonda kattalar uchun yotoqxona qilingan. Xo'p, kvartiramiz eslatib o'tamiz, yana 2 xona, 3 xona qilingan, yangi remontdan chiqqan kvartira. Va ro'parada bitta zal qismimiz. Mana ko'rganimizdek akfaron o'rnatilgan uyimizga va bu tomonda mana bolalar yotoqxonasi joylashgan va bolalar yotoqxonasidan verandaga chiqiladi, ya'ni oshxona verandaga olib chiqilgan. Va bu tomonda sanuzorimiz joylashgan. Ko'rib turganimizdek remont qilingandan so'ng hech qancha yashashmagan uyimizdagilar hozir zarurat bo'lib sotuvga qo'yishyapti va mana bu tomonda mana baland so'ri qilingan. Ya'ni bemalol ovqat qilib, bu yerda bemalol televizor ko'rib ovqatlanish mumkin. Yana kelishilar ekan, barcha narsalari bilan ham sotilish mumkin ekan. Uyimizni egalari tomonidan aytildi, ya'ni kelishilsa barcha narsalari shundayligicha qoladi. Ko'rib turganingiz, ya'ni kir mashinalargacha bor. Uyimiz ideal holatda. Xo'p, kvartiramizning narxini egalari 40 ming AQSh dollari so'rashyapti ekan. Yana ozroq kelishadigan joyi bor ekan. Kimgadir qiziq bo'lsa, quyidagi nomerlarga qo'ng'iroq qiling, kelib birgalikda kvartirani ko'rsatamiz.